atrofda toglarning muzlagan, hech qanday xarita chozilishga jur'at etmaydigan, hatto aksadolari ham oz yo'lini yo'qotmaydigan tog tizmalari ostida mahalliy aholining ona yovvoyi ona deb atalgan ormoni bor edi. Afsonalarda aytilishicha, uning soyasini kesib otgan hech kim hech qachon qaytib kelmagan. Bu borilar yoki ruhlar tufayli emas, balki uning tufayli edi. Bir ayol erning ildizlari va toglarning tomirlari bilan bog'lanib, nomsiz, yosh va vaqtsiz yashashni aytdi. Toshkentlik hujjatli sayohatchi Aziz yo'q bo'lib ketgan ko'chmanchi qabila izlarini qidirib u yerga borganida, uning kamerasi folklordan ham ko'proq narsani suratga oldi. Bu o'zini odamga o'xshatib ko'rsatuvchi qadimiy bir narsaning nopok yurak urishini tasvirga oldi. Qishloq ahli uni jim ko'zlari bilan ogohlantirgan edi. Kechki qorong'i tushgandan keyin uning armonini suratga olma. U obyektiv orqali tinglaydi. Ammo qiziquvchanlik ehtiyotkorlikdan ustun keldi. U chodirini muzlagan soy yoniga tikdi. Uning ostidagi suv asrlar davomida oqib chiqmaganini, tiriklayin komilgan narsa muhrlab qo'yganidan bexabar edi. O'sha kechasi uning dronida qaragaylar orasida rangi oqarib, yalangoyoq va harakatsiz figurani ko'rdi. Chiroq bilan yaqinlashganda, u chang bosgan, sochlari barglar bilan chigallashgan, ko'zlari xira kul rangda porlab turgan ayolga o'xshardi. U ko'z qisib qo'ymadi. U nafas olmadi. Nihoyat u qimirlaganida ovoz qor ostida yorilib ketgan shoxlarga o'xshardi. "Nega kelding?" deb pichirladi u o'zbekchadan ham eskiroq shevada, ovozi daraxtlar orasidan to'lqinlanardi. Aziz gapirmoqchi bo'ldi, lekin uning tomog'i yopildi. Go'yo ormonning o'zi uning so'zlari mavjudligini istamagandek. Keyingi narsa u o'qiy olmaydigan belgilar bilan oyilgan g'or ichida uyg'onganini, uning yonidagi kamerasi singanini va gulxan ro'parasida o'tirgan ayolning unga bir umr kutgan oljasdek tikilib qolganini esladi. U o'zini sahro deb atadi, bu esa cholni anglatardi, garchi ko'zlari suvdan porlab tursa ham. Uning so'zlariga ko'ra, u bir vaqtlar inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatni qo'riqlagan, ammo erkaklar unga xiyonat qilishgan. Ular buloqlarni zaharlaganlar, daraxtlarni kesib, tugilmagan bolasini shor kol ostiga ko'mganlar. Endi u yarim inson, yarim la'nat dunyolar orasida yashadi. Aziz unga zanjirband qilingan asir emas edi, u vaqtning o'zida tuzoqqa tushgan edi. Har kecha u uyqusida pichirlashini eshitdi. Urug qaytib kelish kerak, aks holda tuproq oladi. U tushlar boshlanmaguncha tushunmadi. Qadimiy marosimlarning vahiylari, erga sut quyayotgan ayollar, ko'rmagan narsalarni tinchlantirish uchun chaqaloqlarni ko'mayotgan erkaklar. U yugurmoqchi bo'ldi, lekin har bir yo'l yana o'sha go'rga, o'sha olayotgan olovga va endi odamga o'xshamaydigan ayolga qaytib bordi. Uning terisi oy nuri ostida xira porlay boshladi. Tomirlar uning go'shti ostida kumush iplardek o'rmaladi. Ormon uning yurak urishi bilan urdi. Bir kuni ertalab u toglar titrayotganini toshlar va Aziz birinchi marta uning qorni tekis emasligini payqadi. "Siz hayotni qaytardingiz", dedi u, "lekin sizniki emas." Vahima uni yutib yubordi. U unga tegmagan, hatto jur'at etmagan, ammo qandaydir tarzda uning mohiyati o'girlangan edi. U ko'kragiga yondirilgan ramzlarni topdi. Dumaloq belgilar chokdek porlab turardi. Ormon uning ismini teskari pichirlay boshladi. U ormon uning uyi emasligini tushundi. Bu uning tanasi edi. U aybdorlik hissi bilan oziqlangan ruh aksadosida yashab, uning la'nati ichida edi. Har bir soyaning yuzi bor edi, har nafas yomg'irdan keyin tuproq hidi edi. Uning homiladorligi g'ayritabiiy darajada tez o'sib borar ekan, tashqi dunyo parchalana boshladi. Daraxtlar qora rangga aylandi, daryolar quridi, qushlar parvoz paytida qulab tushdi. Keyin u tushundi, uning ichidagi bola odam emas, bu ormon g'azabining reinkarnatsiyasi, uning qo'rquvini oziqlantirgan. U uning hayotga emas, balki qayta tugilishga guvoh bo'lishini xohlardi. U g'orni yo'q qilmoqchi bo'lib, uning devorlariga o't qo'ydi, lekin tutun uning kulgisini shakllantirdi va uning olovi uning nafasiga aylandi. U yana qochib ketdi va tong shafaqiga o'xshagan yorug'lik tomon yugurdi. Faqat uning terisi porlashini ko'rdi. Endi erigan tosh kabi porlab, yorilib ketdi. "Siz ketolmaysiz", deb pichirladi u, "siz hozir uning bir qismisiz." U buni tugatishini iltimos qildi, lekin u gamgin jilmayib qo'ydi. "Oxir insonlar uchun. Biz boshlanamiz." U qichqirganda toglar javob berdi. Ormon kul bo'ronida otilib chiqdi. Aziz o'zini ikkiga bo'linganini ko'rdi. Bir qismi erga yiqilib, ikkinchi qismi uning yonida shaffof va titroq turganini ko'rdi.
U uning xiralashgan tanasiga qaradi va sening soyang olgan joyda yashaydi, dedi. Boron tozalanganda faqat ormon qoldi, jim, lekin yana yashil, olimdan qayta tugildi. Oradan haftalar o'tib, qishloq ahli tog'lar chekkasida aylanib yurgan, yalangoyoq, kozlari kuldek oqarib ketgan, hech kim eslamagan eski lahjada mingirlab yurgan odamni topdilar. Uni Toshkent kasalxonasiga olib borishdi. Shifokorlar uning yurak urishi yo'qligini, ammo ola olmasligini aytishdi. Uning bilagida g'or devorlariga oyilgan bir xil dumaloq belgi bor edi. Kechasi hamshiralar kasalxona derazalaridan shivir-shivir eshitganliklariga qasam ichdilar. Biri esa hovlida yalangoyoq, homilador, sochlari barglar bilan chigallashgan ayolni ko'rganini aytdi. U har gal paydo bo'lganida shifoxona kameralari qotib qolar, quvvat esa binoning o'zi nafas olayotgandek miltillaydi. Ular uni ona yovvoyi ona, insoniyat ko'mib tashlagan narsalarni qaytarib olish uchun qayta tugilgan deb atashdi. Azizning jasadi boshqa qimirlamagan bo'lsa-da, Nurota atrofidagi ormon go'yo uning ildizi tagida nimadir yana oziqlana boshlagandek, g'ayritabiiy tez gullay boshladi.